Görüb turğan Malibu XL avtomobilleriyiz. Masla emas, lekin maşın yürüyen, lekin sveji. Duruşuna e'tibor beringlar. Qo'shib beramiz. Maşın 2023-yıl XL variantda eng последний chiqib turgan variant. 28.000 kilometr yurgan. E'tibor beringlar. Maşın вообще sveji. Полностью hamma kraskasi toza. Hamma 100% родной. Detallar ham o'ziniki, kraskasi ham o'zi роднойda turibdi. Keyingina arkasidan bir ikki dana kichkintayin tashab ketaverasizlar. Чисти акула deydi-ku. Avvalambor hammaga nasib etsin. O'z otasına, o'zine, o'z do'stuna pazarcha qilish nasib etsin men. Mahmudcan narxini chiq buni. 390. Narxi 390 milyon so'm. Bilasizlar, уже Malibu mashinamiz ham salondan chiqishdan to'xtadi. Qiziquvchilar bo'lsa, bemalol naqd pul, barter, nasiya savdo farqi yo'q, o'zingizga kontaktga kelib xarid qilib ketsangizlar bo'ladi. Mashina salon bahasi o'zi 420 milyon so'm. Lekin afsuski salonda ham уже yo'q endi. Yanana. Xullas avtoshop salonimizda mashinamiz tayyor sotuvda, bemalol kelib turib 390 milyon so'mdan naqd pul bo'ladigan bo'lsa, albatta ustida kelishtirib beramiz. Nasiya savdo, barter bo'ladigan bo'lsa, hammasida xullas kelishamiz. O'z ko'zlaringiz bilan kelib turib, ko'rib, tekshirib, xarid qilsangizlar bo'ladi. Hammangizni avtoshop salonimizda kutib qolamiz, kelaverasizlar.